Hi mate, take a video. Sizlar ko'rayotgan ko'plab blogerlar Rustam Tog'o, Saidazim Rizayev va Uzlos o'zlarining videolarida mana shu gadjetni, ya'ni Ray-Ban Meta ko'zoynagini ishlatishadi. Hozir sizlar bilan shuni obzorini qilamiz. Ko'zoynakning boshqa ko'zoynaklardan farqi shundaki, bunda o'zini встроенный 12 megapikselli kamerasi, 12 ta tarafdan полностью o'zini встроенный mikrofoni va o'zini sun'iy intellekti bor. Kelinglar hozir buni qanday qilib ishlashini ko'rib chiqamiz. Hi mate, take a video. Desak, сразу videoga olish boshlaydi, или hi mate, take a photo desanglar, сразу rasmga oladi. Или же mana bu yerda o'zini knopkasi bor, bosib tursanglar videoga olish boshlaydi va bitta bossanglar rasmga oladi. Ular rasm va videolar qayerga tushadi desanglar, o'zini ilovasiga сразу tushib keladi. Bu ko'zoynakda yana o'zini sifatli kolonkalar joylashgan. Xohlasizlar qo'shiq, xohlasizlar video ko'rib ketsanglar bo'ladi. Oldinglarda o'tirgan odamlar bu nima eshitayotganinglarni eshitishmaydi. Faqat sizlar eshitasizlar. Agar sizlar ham xuddi shunaqa ko'zoynak xarid qilmoqchi bo'lsanglar, mana shu raqamlarga aloqaga chiqinglar yoki Ray-Ban Meta Uz profiliga o'tib, boshqa ko'zoynaklarni ham tanlab olishingiz mumkin. Hammasi sifatli va kafolatli.